Uyghur Tadqiqat İnstitutu namıdan hemonlarga kızgın salam yollayman. Hemonlarning mush vaqt xeyirlik bo'lsin. Biz bugun Xitoyninki yangi İpek Yolu stratejisi ve Sharq Turkiston degan temada to'r muhokama yig'ini o'tkazamiz. Bugungi to'r muhokama yig'inimizning mehmonlari institutimizningki mudiri doktor Erkin Ekrem efendi, tadqiqotchilarimizdan Ruxsat Tudush xonim, Mehmetjon Bug'ra ve Nijat Turg'un qatorliqlar. Ma'lumki Xitoyninki yangi İpek Yolu stratejisi Xitoyninki bu dunyoga jahongir davlat bo'lish uchun yo'l qo'yayotgan stratejisi bo'lib hisoblanadi. Shundoqla Xitoyning bu stratejisi Xitoyninki iqtisodiy, siyosiy, bexatarlik va boshqa jihatlarda taraqqiy qilishiga va xalqaro nufuzni oshirishiga bevosita munosabatli. Hammadan muhimi Xitoyning bu stratejisi Sharqiy Turkistonning taqdiri bilan yaqin aloqasi bor. Xitoyning bu stratejisi Xitoyning qo'shni davlatlari, rayon davlatlari, bu xalqarodagi cho'ng kuchlar bilan bo'lgan munosabatda belirli darajada rollarni o'ynab kelmoqda. Biz Uyg'ur Tadqiqot institutimizdan burun bu tema haqida bir necha qatim yumaloq ustol yig'in chaqirgan edik. Ondan boshqa Tadqiqot institutimizningki mudiri doktor Erkin Ekrem efendi Turkiyadagi ba'zi ommaviy tashkilotlar, tadqiqot organlari, shundoqla davlatning muhim organlarininki alohida taklif bilan bu haqda ilmiy leksiyalarni berib kelgan edi. Ondan boshqa mudirimiz Erkin Ekrem efendi o'zininki yillardan beri izlangan tadqiqot natijasiga asosan bu haqda akademik maqolalarni e'lon qildi, ilmiy doktoratlarni tayyorlab keldi. Lekin shundaqdimi bu Xitoyning yangi İpek Yolu stratejisi Sharq Turkistonning taqdiri bilan zid munosabat bo'lganligi uchun shundaqla dunyoninki mavjud siyosiy, iqtisodiy, tijorat va bexatarlik sistemasi va tuzumi bilan yaqinda munosabatlik va belgilik darajada ta'sir ko'rsatib kelganligi uchun haqiqatan texmi cho'nqur va keng doiralik analiz qilinishga, shayrinlashga, shunga o'xshash muhokama yig'inlarini echib, texim yuritib turishga ehtiyoji bor. Biz dal mushu munosabat bilan bugun Xitoyninki bu yangi İpek Yolu stratejisiningki mohiyati, chetilgan doirasi, shundaqla Xitoyninki boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatida o'ynaydigan roli ve Xitoyninki mushu stratejisini yo'l qo'yish uchun, ishga oshirish uchun qo'llanayotgan vositalar, shundaqla dunyodagi Amerikaga o'xshash, Rossiyaga o'xshash, Yevropa ittifoqi va Hindistonga o'xshash cho'ng kuchlarniki Xitoyning bu stratejisiga tutgan pozitsiyalari haqida to'xtalib o'tamiz. Oldi bilan qimmatli mehmonlarimiz, hammanglar xush keldinglar. Hoş bulduk. Temimizni texim yuritib turish uchun oldi bilan doktor Erkin Ekrem efendim Xitoy davomli bu İpek Yolu stratejisini o'zinikidekla tushuntirib ko'rsatdi. Siz tarixdagi İpek Yolu bilan Xitoyniki hozirgi deb kelayotgan yangi İpek Yolu stratejisi o'rtasidagi farqni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu tarihi İpek Yolu'nun ismini Xitoylar qo'ygan emas endi. 1877'de şu German coğrafyacı Richthofen'ninki birinci qitim yazgan Xitoy hakkında yazgan bir kitapta bu isimni bergan. O vaqtida yalğızlar şu Xitoy, Sharq Turkiston, O'rta Osiyo va Hindiston mushu rayonlarga uzunab kelgan bir İpek Yolunu degan. Ondan keyin yeni bir German coğrafyacı bu yolunki yani bu Harman degan adam bu yolun yalğızla bu O'rta Osiyo, Hindiston emas, shundaqla Suriyaga qadar kelgan deydi ve Suriyadan ondan keyin Janub tarafdan Misrga, Afrikaga, ondan keyin Uttulga yani g'arbga qarab bu Roma devletiga ve shundaqla Roma devletidan shimoldan Qora dengizga bunda borgan deb uni to'liqlaydi. Ondan keyin misoliga shu Paul Pelliot degan bu atoqli bir tadqiqotchi, onunki asarlarida, ondan keyin bu Aaron Stein, bu adam bizning mamlakatga chiqib borgan adam. Onunki asarlarida ishlatishga boshlagandan keyin dunyoda yeyilishga boshlagan. Tarixda shu sharqiy dunyo bilan g'arb dunyoni bog'laydigan bir cho'ng bir tijorat yo'lining borlig'ini ve bu ticaret yolu ile birlikte
Bundan keyin medeniyetler, kültürler, sanatlar, qurilishlar degandek har jihatda bir-birisi bilan tutuşib, bir-birisi bilan aloqa qurgandaydi. Bundan keyin bu yerda har xil dinlama bu yo'lda bir-birisi bilan tepishgandaydi. Ama bu yol 16. asrga kelgan chog'da bo'libmi shu g'arb davlatlarininki, shu Yevropa davlatlarininki dengiz tijorat yo'lini tepishi, Xitoyninki ishlab chiqarish markazininki shimoldan janubga, ya'ni dengiz tarafga eqishi, Timur davlatininki yiqilib ketishi va pochinib ketishi, bular hammasi shu dengiz ipak yo'lining yoki u vaqtdagi ifoda bilan dengiz tijorat yo'lining ichilishiga sabab bo'lib va bu quruqlikdagi ipak yo'li shundan bilan cho'kib ketgan. O'rta Osiyo davlatlari bo'libmi misoliga Sharq Turkiston Uyg'urlari 10 asrdan 16 asrgacha bu ipak yo'lida nihoyatda cho'ng rol o'ynagan. Yolg'izlar tijoratga aralashgan emas, shundaqla tijorat bilan birlikda bu dünya medeniyetiga töhfa qo'shgan bir millat. Misolga qog'ozni ishiltish, matbuotni ishiltish, teatr yezib va o'yin o'ynashgacha va shu tijoratdagi chek san'at degan narsalarni, ya'ni bu qoidani ijod qilib bir kredit sistemini yaratgan. Bu g'arbda bo'lsa 16-asrda Gollandiyada chiqdi, o'tirib chiqdi, ya'ni xili kechda chiqdi. Bu ipak yo'li Xitoy tarixda bununla bir ahamiyat bergani pek yo'q. Ama hozir xuddi o'zininki ijod qilgandek va buni Zhangqianninki O'rta Osiyoga kelishiga bog'lab ashta anlatyapti. Halbuki Zhangqiandan evvel bu yo'l zaten bordi. Buni arkeologiya tadqiqotlarida ko'rgil bo'ldi va tarix manbalarida ko'rgil bo'ldi. Yani Xitoylar bunu Zhangqianning O'rta Osiyoni bilmagan vaqtlarda bor narsa. Ama bir narsa yaratib beraman degandek, ikki dunyoni bog'laydigan bir yo'l ekan. Endi Xitoy ma yangi ipak yo'lidami mushuni asos olgan. Chunki Xitoy hozir dunyoninki eng cho'ng fabrika olib keldi. İşlep chiqargan mallarni dunyoga setish lozim. Bu yo'l aslında bir ilham bergan bo'ladi. Shuningga buni bir sistem holiga ekilishninki ko'ydi va bu yeni ipak yo'lini Xitoy o'zi bir ism qo'ydi. Dunyomi shunda qabul qilyapti, ama yeni ipak yo'li desak texmi muvofiq deb o'ylayman. Xitoy buni yolg'izli bir tijorat yo'li emas, buni boshqa bir strategiya deb e'lon qilgan. Keyin buni projekt deb e'lon qildi. Hozir hamda bir teklif deb o'tirib qo'yiladi. Ama maqsadga kelsak, o'zininki mollarini setish, dunyoda bozor izlash va dunyoning hamma yerida hozir Xitoy mallar setilyapti. Tabii o chet eldagi bozorda yolg'iz o bozorga mal setish emas, o bozorninki ba'zi xom moddalarni va kerak bo'lgan narsani setib edish. Shuningga hozirgi ipak yo'li qaraydigan bo'lsak, shu Xitoydan g'arbga jiq mal setildi. G'arbdan Xitoyga mal oz setildi. Buni nereden ko'ramiz deganda, Xitoy shu Yevropa bozoriga mang'izayotgan poyezdlarda ko'rgil bo'ldi. Poyezd manganda to'shaq, ama qaytganda to'shaq emas. İkinci bir maqsad hamda hozirgi mavjud bo'lgan shu dunyoning iqtisodiy va tijorat kuchini kontrol qilish. Bunu kontrol qilgan taqdirda, misolga Yevropa bozori bilan Xitoy bozorini bog'lagan taqdirda, dunyo tijoratininki %60'i va shundaqla iqtisodiy kuchninki %40 va 45 gacha qo'lga tushiradi. Agarda buni qo'lga tushiradisa, dunyoninki ticaret ve iktisadi paydalarını o'zgartiradi ve bu ticaret bilan iktisodninki standartlarini, yani ölçemlik ölçümünü o'zgartiradi ve bunun bilan birlikte xalqaro siyosiy kuchmi qozonoladi. Mevcut bo'lgan harbiy kuchi bilan, iqtisodiy kuchi bilan ve qo'shilgan bu siyosiy kuchi bilan
dünyaya hakim olmakçı. Üçüncü birisi olsa, şu hem denizde hem kuruklukta iki yolunu aslında bugünküçe kelgen şu jeopolitik neziriyelerini hemini juğurup özüge has olan bir strategiyini oturup koygan ve bununla birlikte mevcut biz tanıydıgan strateji temponluklarını özgertidemini. Bu özgürlükler hem adam Xitayning özgertgen o yolda ve o qaydaga qarab hareket kılıdı. Yani jig'ib kelgan chog'da Xitoy 21 asrda bo'libmi 2050ga borgan chog'da Jahongir davlat bo'lishining asosini qurdigan bir cho'ng va burunma bo'lib boqmagan yangi bir strategiyani icra kılıvadıdı desek oldu. Mehmet Efendim bu Xitay devamlı bu özününki yeni İpek stratejisini başka devletler bilen bo'lgan münasebette, bu iqtisadi münasebette nihayet mühim rol oynuyor deb ko'rsatadi. Devamlı biz ma payda topamiz, sizlar payda topasizlar deb devamlı bu stratejisini iqtisad tarafini baqirib kuchlab ta'kidlayotdi. Siz bir iqtisad o'qigan biri bo'lsangiz bilan shu Xitoyninki yeni İpek stratejisiniki iqtisodiy alayligini ve başka devletler bilan bo'lgan münasebette iqtisodiy tarafdan qanday bir rol o'ynayotganligini so'zlab bergan bo'lsangiz. Xitoyniki bu yangi İpek yo'li projekti boshlangandan buyon bu projektniki Xitoyniki taxmin qilgan xomchoti taxminan 8 trillion dollar atrofda. Xitoyning bu yillik GDP'si taxminan 14 trilliondan sal ortiqroq. Ya'ni hisoblab kelsak bu 8 trillion xomchot nihoyatda zo'r bir raqam. Haligacha taxminan 1 trillionga yaqin pullarni sarf qilib qo'yganligini deyotdi. Bu Xitoyniki hamda kelgusi iqtisodni qutquzolmaslik, ya'ni Xitoyniki kelgusi iqtisodniki yaxshi yomon bo'lishi munosabatli nihoyat muhim bir Xitoyga nisbatan hal qiluvchi bir projekt. Bu projektniki quruqliq yo'l qismi asosan degidek ikki yo'lga bo'lingan. Birisi buning maqsadi shu birisi energiya kamchilik masalasini hal qilish bo'lsa, iqtisodiyotni o'ylashsak. Yana birisi o'ziniki eksportini oshirish. Shu bizning vatanninki janub tarafidan Pokiston va Irongacha bo'lgan o'rta sharq doiralaridan neft, tabiiy gaz deganda xom ashyo mahsulotini kirmoqchi. Ondan bizning vatanning shimol tarafidan temir yo'l orqali o'ziniki eksport qilmoqchi bo'lgan mahsulotlarni endi Yevropa va boshqa davlatlarga to'shib chiqarmoqchi va buniki bir qismini allaqachon boshlab bo'ldik qilyotdi. Endi buniki eksport qilishda asosligi shu Xitoyniki eksportning tanirxi yo'qolgandan keyin 2008 dan boshlab mayli ishlab chiqarish xom mahsulotlar bo'lsin yoki bo'lmasa emgak kuchi bo'lsin, uning tanirxi yo'qoldi. Yo'qolgan sari endi ularning to'shish texnik arzon bir ishonchli bir yo'l bilan, texnik tez yo'l bilan to'shishga ehtiyoj tug'ildi. Shu sababdan endi uning yana bir ahamiyati bor. Yana bir jihatdan janubiy dengiz tarafdan yani bexatarlik masalasi jihatlardan ansiraydi. Janub taraflardan masalan paraxutdan Yevropadan endi Xitoydan Yevropaga mal yetkazsa, odatda bir oydan 40 kungacha boradi paraxut bilan. Ama poyezdda şu 3 günden bir haftagacha atrofda Yevropa taraflarga yetkaziladigan malni. Shunga bu vaqt jihatdan bu ustub o'ziniki eksportini oshirish plani bor. Endi energiya masalasiga kelsak, endi Xitoyniki energiyasining taxminan 70%ni neft, tabiiy gaz va boshqa energiya mahsulotlarini. Asosan sirtdan import qildi. Nüfus ko'p bo'lgandan keyin energiya yetishmasligi eg'ir. Bizning vatandan chiqqan energiya ko'p, ammo yana nüfusniki Xitoy nüfusuniki umumiy ehtiyojini qondirib ketolmaydi. Shunga birisi shimol tarafdan, Rossiya tarafdan akiradigan tabiiy gaz energiya mahsulotlari bor. Ammo asoslari ham Iron, Pokiston va O'rta Sharq davlatlaridan yangi bir shu yangi İpek yo'li Pokiston Xitoy ekonomik koridori degan nomdagi projekt shu yo'l bilan endi o'ziniki energiya bir qonunni tutashtirib o'ziniki shu jihatdagi ehtiyojni qamdamoqchi. Endi boshlangan vaqtda buningki iqtisodning hammasini masalan 8 trillion xomchot bor dedik, hammasini o'zi chiqarib bo'lmaydi. Buning uchun
Asiya ul muassese məbləğ seliş bankisi navıdı banki qurdu. Hem onunla 80 yakın bu deyme devletlerin əzaqlı topladı. Hem de bu devletlerin her birisi təxminən 500 milyon dolar ətrafında pulunu yatqızdı onunla dəstəbdə. Onun için qalan bu asas inşaat quruluşuğa məbləğ sağlandı ekan, hem de paydası qandaq ular qandaq ölüşüdü bu haqda aniq bir materiallarni ko'rmadik. Ama bu şu məbləğini qandaq başqurdu, məbləğini qay şəkildə məbləğ selişlik planı deyimiz. Bu cəhəti bəzi məsələ aniq olmağaçqa Yaponiya və bəzi başqa dövlətlər bununla qatnaşışını izchil rədd qilib kelyapti, tərəqqi qilgan dövlətlər. Amma yana ondan ümid kütüb qatnaşmaz degan Avropadagi dövlətlərmi ko'p. Endi bu qatnaşqandan keyin dövlətlər bu projedagi məbləğ sağğa vaqtda bu ul muassesəninki bir dövlət adətdə iqtisadını tərəqqi qıldırmız desəm, şu asasi quruluş ul muassesəyə məbləğ sasa, onunki ünümü yaxşı. Məsələn, bir taş yol deyimiz, yoki olmasa məktəb, yoki olmasa bir xəbərləşiş üskünüsü. Onun məbləğ sağ vaqtda onundan uzun məzgildə kelib çıxılan payda həsələb buldu. Həsələb payda tikildi. Şu dövlətin iqtisadını yoxluq götürüdüğünə aid paydalar. Amma uzun vaxt getdi. Bir iki yılda ya bir neçə yılda qayıtıb gəlməydi. 10, 15, hətta 20, 30 yılda qayıtıb gelishi mümkün sağlan məbləğlər. Şuna nurgun dövlətlərindəki o pulniki qayıtıb geliş kəməsinin ənsirəş məsələsi mi var? Onunla başqa yəni bu şu bəzi xəbərlərdən görüyatımız, yəni çiriklik deyimiz, bu şu məbləğ selişən münasibətlik qərz diplomasiyası deyimiz, bu şundaq məsələm yüz berib atıdı. Həm də bunun davamını keyin yenə diqqət qılmız. Erkum oğlum, siz davamlı bir strateji planını əmələ aşırı vaxtında mevcut imkanlardan, vasıtalardan faydalanmamız da davamlı bizə müştaq deyirsiz. Xitay mı şu özününki yeni İpekli stratejisini yol qoyatqan çağda Muhammed Cem dep ötdü, iqtisadi üstünlükdən faydalanıb gəldi. Bundan başqa iqtisadi üstünlükdən başqa yəni qaysı xil vasıtalardan faydalanıb şu özünün stratejisini yol qoyub kelyaptı. Hazır hamda bir meseleni hal qilish uchun, bir planni amallashtirish uchun 3 shart bor. Birincisi, bunda talep bormi yo'qmi? Bunda arzu bormi yo'qmi? Xitoyning bir arzusi bor. Xalqaro bu Xitoyninki yükselgen Xitoyninki sağlam məbləğləri və yeterlik bir texnologiyani bu yerga ekilish bilan devletlərə bu devletning taraqqiyatiga fayda bo'lyapti. Bu da Xitoyning o'zining degandek burunqi jangir devletler kural bilan xalqning devletiga bağlan biz iqtisodiy hamkorlik va ticari münasibətni gücləndiriş üçün kelyapmiz. Hammamizga fayda. To'g'ri. Nurgun devletler, taraqqiyat qilayotgan devletler bunda pulga ve teknolojiye ihtiyaç var. Onunkin taraqqiy qilgan devletlermi bu konrab qalgan asas qurilishlarni yenglash lazım. Şununla Xitoydan bir pul kelganda ve o salıngan kuruluş olsun, port olsun, stasyon ve vokzallar olsun, bulara hem de pul lazım, teknoloji lazım, Xitoy beradi. Şununla birincisi bu talep var. İkincisi hem de imkan var mı degan bir gap var. Xitoy mu şu keyingi 40 yılın içinde xeyli ondan taraqqiy qildi. Ve dünyamı Xitoyninki iqtisodiy taraqqiyotga bek nimqimidi, yani bisim işletmedi. Sebep Xitoyninki çoğun bazır var. Bu bazada nurgun devletler payda elyapti. Bu bazamı ular üçün, yani Xitoy üçün bir celip qilguvchi bir vasita bo'lib qoldi. Şununla bu Xitoyninki iqtisod jihatdan kuchlanishi ve shundaqla dünyanın ham yeriga bir pul selishi, mablag' selishi bilan devletlerinin o'zini, yani qolgan devletlerinin Xitoy bilan ticari ve iqtisodiy münasibət qurishga sebep oldu. Bunun imkanı iqtisod jihatdan bunda. Ondan keyin bu Amerikanınki yer şehir gücününki acizleşi, yani Amerika'nın öz acizlaş emas. Yer şehirine tesir kıldıgan gücünün acizleşi, Amerika'nınki burunqi şerik devletler bilan bo'lgan münasibətlərinin acizleşi bulup mu?
Avrupa devletler bilan bo'lgan munosabatning yiritishi Xitoyning Yevropa bozorini o'zining bozoriga bog'laydigan bir imkonmi yaratildi. Shuningga Xitoyningki abay deb o'tgan 40 yildan beri qilayotgan tijorat bor. Bu tijoratda yolg'izla mal setish emas, abay Mehmetcan'ın deganidek bu nima energiya meselesi var, ham madde meselesi var, stratejik ham maddeler var. Bularni ilip silip bir qayda ve bir yolunu içip oldu. Bu mu bir imkan? Şununla bununki imkanları mı var deyimiz. Hem de üçüncüsü bu emelge aşamdı şartını koymuş. Bunun emelge eşiş hem de kelgüsüge karta deyilgen gap. Hem de Xitay'nınki nezrinde bu buludu dep oylaydı. Ve bu 2017 10. ayda Xitay Komünist Parti'ninki 10. kurultayda Xi Jinping'ninki ilan kılgınıdek. Yani Xitay bunundaki kudretlik devletke karab mağdu deydi. Birinci basqışta şu 2020 yılında şu hazırda şu yılın ahırda namratlık kademde yani 2035'te dünyanın en ilgar devletiyle ten buluş ve şundakla 2049 ve 50'de dünyanın en çoğun devleti, en ilgar devleti, en kudretli devleti de ilan kılın. Bununla mas askerler muşnunga mas keltirip kılvadıdır. Ve Xitay'nınki misalga en ilgar üniversite, en ilgar şu akıl ambarı, en ilgar şu standart diyen neslerimi şu şuvarga maslaştığı kılvadı. Yani Xitay'nınki niyeti uçuk. Yani kelgüsünde en kudretli devlet bulumen deydi. Yani mandat hep kelgen çağda Xitay şu İpek yolununki emelleşige işindu diyen gel. Yani demek ki arzu, imkan ve netice iliş bu üç şartını toluklu didep Xitay aslında oylaydı hem de. Ama bu icraat kılıvatkan vaxtıda bazı meseleler çıkış mümkün. Çünkü Xitay'nınki bu niyetini bilgen Amerika hem de Xitay'a karşı çıkışı mecbur hem de. Çünkü bu mesela ornu kit kalırdı. Hazırda sahip olan ornu. Onundan keyin kambag'al devletler bu Xitoyga beqinib qolgandan keyin va Xitoy shu ularninki ham moddalarini ag'ashqa u devletlarda Xitoyga qarshi bunda bir harakatlanma paydo bo'lishi mumkin. Bu devletlarni qarza qo'yib, u devletni o'ziga bog'lagan ahvollama paydo bo'lyapti. Dunyoning iqtisodiy tijoratlar bek yaxshi bo'lmag'achqa hozir 2008dan beri ba'zi devletlar o'zini bizde bazı devletler zamıda. Şununla dünya bazarıma taralıvadıdı. Xitay'nınki satıdığan malını hem adam alıdı diyen gap yok. Hem de Xitay'nın iktisadi terakkiyatma astılaştı. Şununla bu Xitay'nınki İpek yolunu emelleştiriş yani maqsadiki iriş çetdimi nurgun bir tosaqlıqlama var. Yani bununla karşı hem de Xitay yüzge yanı işindi. Yani muşunu mangızgınsak bo'lmaydi, mangızgan taqdirda ondan kudret devlet bo'la olamiz. Ondan keyin Amerikaning bisimiga taqabul tura olamiz. Ondan keyin g'arb devletlarininki bu qimmat qarashlari chetdagi bisimga qarshi chiqa olamiz. Ondan keyin biz yer shaharni boshqara olamiz deb shunday tushunyapti hamda Xitoy. Aldığımızdaki yıllarda görürüz bununki Xitoy emelge aşıralandı, aşıramandı bu meselenin. Soqya Hanım hazır erkin alım dep ötdi. Xitoy mush özünki yeni İpek yolu stratejisi arqılı Amerika'nınki hazır cahangirlik yani hakimiyet o'rniga bargan chiqirsan qilishga başladı, qilyapti, tehditlarni elib kelyapti. Amerika Xitoyning bu yeni İpek yolu stratejisi qandaqqa pozitsiya tutyapti? Mush to'g'risida so'zlab bersangiz. Bu Amerika'nınki tutgan pozisiyası asasen hazır erken malum dep ötgendek Xitay'nınki bu yeni İpek yolu projekti
qanda təhdid, qaysı cəhətdən təhdid degəni təhlil qılıb, şunun qarta tutqan muamiləsimi o'xshamayotidi. Masalan, bu Xitoyninki hozirgacha bu Xitoy 166 davlatni qo'l qo'yg'iz bo'ldi dunyoda. Andan keyin Mamatjon deb o'tdi 2030 ga borganda bular shu sog'an mablag'ni bu yerga xarjlanganda 21 trillion, ya'ni shundoq oshiramiz deb shuna deyotidi. Uning ustiga erkin ma'lum degandek bu davlatlarni mablag' sog'an davlatlarni qarzga bo'g'ib, rasmiy o'ziga mundaqcha aytganda mustamlika qilib oldi degan gap. Chunki qarzga bo'lgandiki u ya'niki boyliqlarini qarzini to'lab beramiz, u yerlarni elib oldi. Masalan, Sri Lankaning bir portini elib oldi 99 yilda. Ashuni olamiz dedi. Uniki hozir ma'vu nimamo yana bir Afrikadagi bir ba'zi davlatlarning qarzlarini to'layolmagan ishlar bor. Ularning portlarini elib olamiz deb ashunday nim qilyotdi. Yo'qotib qo'yish ehtimoli bor. Shuna bo'lganligi uchun bu rasmiy bir mustamlik xarakterlik, boshqa dunyodagi davlatlarni mustamlik qiladigan bir xarakterga ega projekt. Uning ustiga bu Xitoy bu o'zining ishchilarini olib ishlatib, bu yerga buni boshqa odam qilolmaydi, bizning ishchilarimiz ishlaydi deb olib bu ishchilarni qo'g'dimisi bo'lmaydi deb askarni yo'tkib oldi u yerga. Askarlarni yo'tkab olib borgandan keyin demak asta-asta iqtisodning keyindan askarmi kirdi degan gap, xuddi Sharq Turkistonni burun qanday egallagan bo'lsa, boshqa yerlarni shunday bir shaklda egallab, undan keyin bu uning ustiga bu dunyodagi eng muhim dengiz nimalarni, yo'llarini, Malakka bo'g'uzi deymiz, Afrika tumshug'i deymiz, Suvayish kanali, mushalarning hammasini bu yangi Ipak yo'li orqali qarasanglar, Ipak yo'lining xaritasiga ashta tutashtirib o'ziga nim qilib olganda Xitoy bog'lagan. Shuna bo'lganligi uchun, chunki bu Xitoyning degandek win-win situation, ya'ni u davlatni foydaladi, men foydalaman degan bir shaklda emas, chunki butun boyliqlar Xitoyga to'shildi, Xitoy yo'llarini yasab berdi, mandaq, ya'ni u davlatlar, bog'langan davlatlar o'zaro savdo qiladigan manda ish emasda. Bu shuna bo'lganligi uchun bu butun dunyoni Xitoy o'zining qo'liga kirgizib, dunyoni mustamlik qildi mundaqcha aytganda. Shuna bo'lganligi uchun bu Amerikaga nisbatan bir cho'ng tahdid. Buni Amerika masalan demokratlarning bu shu liberallar 2014-yildagi bularning ko'z qarashi biz ham o'ng qanotlarnikidan azroq, republikandan azroq farqlandi. Bularni tahdid his qildi Xitoyni, lekin masalan 2014-yildagi shu davlat Tashqi ishlar ministrligining sekretari William Burnsning bir so'zlagan so'zi bor. Mayli Xitoy O'rta Osiyoga mablag' solsin, ashta qilib Xitoyni ashay mablag' solg'izib yo'llarni yasatqizib, ashani taraqqiy qilg'izib, O'rta Osiyoning tarixdagi o'rnini qayta tiklab chiqib, Istanbuldagi do'stlarimiz bilan birlashib, bu ya'ni qayta kuchlantirib, bizmi o'zimizning ta'sirimizni akirishga ashayga qulay bo'ldi. Bizmi o'zimizning ta'sirini akirib, Xitoymi akirsa engage qilib, bir tangpungliqni saqlab, dunyoda bunda bir sistemni turg'izimiz, bir tangpung global iqtisodiy sistemi tang savdo qiladigan degandek, bunda bir narsani o'tirib qo'yganda, uni shuningga dengiz yo'l tarafdami 2016-yili Obama Trans-Pacific Partnership bor, bu TPP. Shuni o'tirib qo'yib, shu yerda nurg'un davlatlar bilan davlatlarni o'ziga mundaq nim bo'lganda TPPning ichiga kirgizib nim qilib, hammamiz mushuning ichida garchi Xitoy buniga qo'l qo'ymagan bo'lsa-mu, bizmi mushu davlatlarga Xitoyga o'xshash mablag' selib, ya'ni Xitoy bilan raqobat shaklida bu Xitoyniki bu yangi Ipak yo'li projektiga biz yana kuchli bir raqobat shaklida manda kuchimizni ko'rsatamiz deb mana nim qilgandi. Lekin Trump bir yildan keyin ham o TPPni bekor qildi, undan chiqib ketdi. Hozirgi Amerika hukumatiniki tutayotgan pozitsiyasi buningga mundaq tang barobar mavjud bo'lib turish orqali, birga savdo qilish orqali raqobatlashib dunyo so'rash emas, balki dushman ko'rish. Xitoy sen oyoqtilam tursa, Xitoyga qarshilab birga bo'lamiz, qarshi emaslar birga olmaymiz. Biz u Amerika hammaga mablag' selib bizmi tang raqobat qilmaymiz. Zodi Xitoyni, ya'ni chetga qoqimiz degan manda bir pozitsiyani tutyotdi. Chunki ashta qilmasak to'samlig'idakmiz deb bu Trump hukumatiningki hozirgi tutgan pozitsiyasi ashta masalan Quadni qurdigu 4 davlat birlashmasi, Avstraliya, Yapon, Hindiston, Amerika. Chunki bu pozitsiya burun Hindistonning shunday pozitsiyasi botdi, lekin buningga Amerika, Avstraliya boshqa davlatlar ancha bak qiziqmay kelgandi. Hindiston chunki zodi Xitoyni chetga qiqish kerak deb qarab kelgan. Ammo hozir Hindiston bilan Amerika birlashib Xitoyni chetga qiqish kerak degan mushu pozitsiyasining ichiga kirib mingyapti. Mehmetcan, bu Xitoy 1978 itibaren bu dünya yolu koygan, bu G'arb dünyası yolu koygan liberal iqtisod tuzimiga o'tish uchun
yeni sırtqı qarata ishqni echish siyosatini yo'lga qo'ydi. Xitoy haqiqatan bu dunyoninki mushu tuzum afzalligidan foydalanib, iqtisodiyotdan xilopdala taraqqiy qildi va dunyoninki Xitoyga bergan bu tijorat üstünlüğünden faydalanıpma ticaret cihetten dünyanınki birincisiga aylandi. Lekin Xitoy sirtqi nisbatan yani boshqalarga nisbatan liberal degan narsani talab qilayotgan bo'lsa, ammo o'zininki ichki jihatdan bakroq qilgan muhofazat, ya'ni qo'rimachilik iqtisodiyotni yo'lga qo'yyotidi. Mush nuqtadan qarasak, Xitoyning bu yangi ipak strategiyasi bu dunyoninki liberal tushunchani asos qilgan iqtisodiy tuzilmasiga ta'sir etlamni kelamamdi. Sualınızga rahmet. Siz degandek, Xitoy 1970 yılının ahiridan başlap echib etish yo'lga qo'ydi. Onundan burun butunlay yepiq bir dunyo edi. Masalan, boshqa davlatlar bilan asosan tashqi savdo intayin az. Tashqi provodmi asosan yo'q. Tashqi provod almashtirish yo'q. Hatto Xitoy ichida banki degan narsa yo'q, ya'ni pul muomala operatorlari yo'q. Birli banki var, şu Xitoyning Markaz bankasi pul qilgan. 1970 yılniki o'ttirli oxirigacha shundoq. Ondan keyin biroz eshib etgan bo'ldi. Bo'lib 1990 yillarda Xitoy eshib etdi deb nurg'un davlatlar foydali fursatlarni yaratib berdi, iqtisodiyotni yordam berdi. Masalan, Yaponiya, Germaniya bo'lsin, texi o'tgan oldingi yillargacha har yili nurg'un iqtisodiyotni yordam berib kelgan. Dunyo bankasi deymiz. Taraqqiy qilayotgan davlatlar sifatida muomala qilib yordam berib kelgan. Xitoy garchi o'zininki mushqatim yaqinda e'lon qilingan GDP'niki PPP, ya'ni Purchasing Power Parity degan bir indeksi var. Shu bo'yicha hisoblaganda hamda dunyo bo'yicha birinchi o'ringa o'tibdi. Ya'ni aslida 2013 dan boshlab Amerikaning dunyo bo'yicha birinchi o'ringa o'tib kelayotgan. Ya'ni Xitoyniki kishilarniki Xitoy ichida setib olish kuchi boshqa davlatlarga qaraganda xilli yuqori. Mushuna bir holatda yanada mushu taraqqiy qilayotgan davlatlar sifatida nurg'un afzalliklardan bahramand bo'ladi. Masalan, mushu dunyo savdo tashkilotlariga kirdi, ammo Xitoy boshqa davlatlarga eksport qilgan vaqtda boshqa davlatlar Xitoydan oldigan bojdan Xitoy boshqa davlatlardan import qilgan vaqtda boshqa davlatlardan oldigan boj yuqori, ya'ni Xitoy yuqori boj oldi, boshqa davlatlar uni taraqqiy qilayotgan davlatlar qarab to'van boj oldi. Bu jihatdan Xitoy izchil o'zi foyda deb kelyotdi. Undan boshqa yana o'ziniki shirkatlarga eksport qilish uchun nurg'un iqtisodiy yordamlar bor. Ammo boshqa davlatlarga Xitoyga kirib savdo qilamiz yoki bo'lmasa import qilamiz degan vaqtda nurg'un to'salg'ular bor. U jihatdan yetarlik sirtqi echib etilgan emas. Yana birisi mushu pul muomala jihatimi texicha chet eldagi davlatlarniki Xitoy ichida masalan paychak degandek pul muomala savdosidan shug'ullanishga texi mush 1-2 yil oldida yo'l qo'ydi. Undan burun texi unimi echib etmagan butunlay taqoqliq bir holatda. Ammo boshqa davlatlarniki pul muomala sistemasidan yetarlik foydalanib keldi. Masalan 1990 yıldan başlap bazı Xitoy şirketleri Amerika'da payçekin bazarı saldı. Meyli Baidu olsun, ya komşu Xitoy'ın dağlık teknik şirketleri ya ki ömürlük bazarları olsun. Ya da 800'den artık şirket Xitoy'ın 800'den artık şirket Amerika'nınki şu payçek bazarda payçekin bazarı sayılırlık. Ama normalde siz Türkiye'de şu arkanda bir payçekin bazar sağan şirket özüneki maliye dokulatını çok aşkar elan kılış lazım. Bunu meblağ sağışlar şunu qarab analiz qilib ondan onu meblağ saldı. Ama Xitoy bu şirketlarniki ahvoli davlat maxfiy deb mesela Amerika'da özüneki maliye dokulatını elan qilmag'liq. Ularmı alayda ahvol deb yo'l qo'yib kelganda, ammo o'tgan yilning oxiridan boshlab nurg'un shu moliya aldamchiligi ishlar jiq chiqib ketdi Xitoyniki. Amerikaniki shu bir alayda yo'l qo'ygan bir siyosiy bir afzallikdan foydalanib, endi nurg'un aldamchilik ishlarni qilyotdi. Shuningdek Xitoyniki to'liq sirtqi echib etilmagan, ammo boshqa dunyodagi echib etilgan fursatlardan foydalanayotgan ahvollar bor.
Onunla başqa hem de özününki şu siyasi, bəzi iqtisadi tüzümünü mü baş dövlətlərə kengaytiş olunatıdı. Ben Xanım Bayam dep ötdi. Şu Yeni İpek Yolu planı dairesinde məbləğ salğan bəzi məbləğlərdə yani özününki qarzını qaytarılmaydigan dövlətlərə zor miqdarda məbləğini berib, yoki qarzını verib, yoki qurilishni təminləb berib, keyin onu qaytarıb aldığan çağda dövlətlər төлəyənməyənkin onun bədəliga yerini ötküzüb eliş, yoki olmasa məlum bir port degəndək, uzun yıllık ötküzüb eliş degəndək vasitələrini qollanatıdı. Ancaq Xitayınki özünün iqtisadi tüzümü mü? Dövlətlər asasən şu erkin bazar iqtisadini qollanatıdı. Yani mesela iqtisadi kriz yüz bergan vaqtlarda onu bazar özü avtomatikten şeydi. Ama Xitay har xil sirtqi dövlət, başqa dövlətlərninki bu Xitayninki iqtisadi yaxşı emas deb baha berishdan qo'rqdi. Özününki asasen iqtisadi qarorlarni şu diktatura, hükümdarlar, Xi Jinping degandek shuni qo'lga markazlashib qolgan. İqtisadşünaslar ularninki iqtisadi nazariyaldi u bu ish bo'lmaydi. G'arbniki iqtisadi nazariyasi bu ish bo'lmaydi bu ishlar. Shunda bo'lgandan keyin ba'zi iqtisodiy qonun tuzumlar ularmi yani g'arb boshqa liberal davlatlarniki iqtisodiy tuzumidan farqli ularnikda yani ochiq emas. Nicat Turgun efendim, bu dünyanın hazırki bu siyasi iqtisadi tüzümlerini g'arb dunyosi o'ttirib qo'ygan, felsefasini ko'z qarashini shular o'ttirib qo'ygan. Shuni ko'z qarashning turtkisida hozirgi sistem qurilgan. Xitoy shu o'zining hozirgi dunyoga jang'ir bo'lman deyotgan bu yangi ipak strategiyasi orqali dal shu mavjud siyosiy va iqtisodiy tuzumlarga tahdidlarni va xilslarni ilib kelyotdi. Shu mavjud siyosiy tuzumniki va iqtisodiy tuzumniki egisi bo'lgan Yevropa qatorliq bu Xitoyning bu strategiyasi qanday pozitsiyani bildiryotdi. Aldı bilen bu nimede umumi cihetten çoğun iki nimi var. Birisi bu Xitay'niki nimesinden normal bir ticaret kılışta taraftarını tutuvatkan devletler var. Bu bir yol yeni İpek Yolu stratejisi. Yeni bir kısım devletler var. Şu Orta Avrupa ve Cenubi Avrupa, o Cenubi Avrupa bir kısım devletler ve Şarkı Avrupa'daki devletler gençü. Bunlar hem de Xitay'ınki bu yeni İpek Yolu stratejisiga 16 plus 1 degen nem bilen naiti zich hamkarlık elip beriglik ve Xitay begim nurgunlagan meblag şu ul aslarları nurgunlagan şirketlerninki nurgun nemelerge çoğ meblag siliglik. Hem Xitay bununla kalmasın bu devletlerninki işki siyasetlerine mu tesir kılınışga uruguluk. Ama G'arbiy Avrupa ve Şimali Avrupa'daki devletler olsa Xitay ula Xitayninki bu nimesiga qo'l qo'ymaqliq va faqatlamki ticaret nimesini davomlashtirsak bo'ldi deydigan ma'qul şekilde ve biraz gumani bu qanday şekilde ma'nudu bunun nimesi degan bir ehtiyot şekilde pozitsiya tutib keliglik. Macronninki bir gap var bu bir yol bir yangi İpek Yolu nimesi to'g'riliq. Bu agar da bu biz bu nimaga bilinmasak yangi İpek Yolu stratejisiga biz Xitoyninki vasal davlat bo'lamiz deb yana birinki Xitoyninki bu projekt stratejiyasiniki bir Jahongir dunyoga Jahongir bo'lish nimasi ekanligini tanib yetaylik yana g'arbdagi Yevropa ittifoqidagi G'arbiy Yevropadagi bu davlatlar. So'ng biroz ehtiyot qiling ama afsuslanarli yeri bu G7'deki İtaliya bu nimaga imzo qo'yuqliq hamdi bu mu bir menfi tarafning birisi. Anan lekin ma'u Gretsiyaninki nurgun bir necha portlarni, aerodromlarni setvilig'liq. Bu mu Yevropa ittifoqininki umumyuzlik bir harakat qilishninkini bir faollashtiriishga bir sabab bo'lmoqda. Endi bunda bir nima bor, qanday shaklda umumiy jihatdan bu Yevropa ittifoqi nima olib boradi degan chog'da Yevropa ittifoqi o'rtaq bir ovoz chiqara olamdi bu masalaga uchun. O'rtaq bir ovoz bilan javob beradimdi Xitoyning yangi İpek Yolu stratejisiga. Agar javob beramagan chog'da Xitoy zaten shuni nima qilib kelyapti, bo'lib turib boshqarish, ya'ni 16 plus 1 projekti bilan Yevropa ittifoqini Sharqiy Yevropa va O'rta Yevropani G'arbiy bu şekilde bölüp
nim qilishga tirishib kelyapti. Qimmatli ko'rmanlar, yuqorida bu Xitoyning yangi İpek strategiyasining mohiyati, chetilgan alayliklarini qisqacha umuman qilib so'zlab o'tdik. Hozir biz texnik konkretlashtirib, shu yangi İpek strategiyasining bizim vatanimiz Sharq Turkistonga ko'rsatadigan ta'siri va yoki Sharq Turkistonning shu yangi İpek strategiyasidagi ahamiyati ustida biroz to'xtalib o'taylik. Erkin ma'lum, siz shu to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Konu İpek yolu, tarihi İpek yolu da Uygurlar cık pul tapkan. Uygurlar turmuşu yaxşı boğan. Çünkü o yolga hakim boğan. Ve nurgun ticaretçiler, misalga Orta Asya'daki, şu Roma'daki ve o vaxtdaki İran'da yaşavatkan halk olsun, Araplar olsun, bu ticaretçiler Uygurları işinetti. Ve pulunu Uygurlarga qo'yib qo'yalattı ve Uygurlarla ticaret çetten hemkarlık kılattı ve Uygurlarga Xitoydan mal ilip ularga setip beralattı. Ama hazırki yeni İpek yolu onda görünmeyapti. Xitoy hem işlep çıkargan malını özü satmakçı, hem de belki yol boyudaki təsirini ve imkanını kolga düşürüp hazırki Uygurlarga hiçbir payda bir işinin kimi niyeti yok. Bunu nereden düşünümüz diyen vaxtıda Xitoy bu yeni İpek yolunu oturup koygan çağda bir nersini tehdit kılıp köydü. Yani Şarkı Türkistanlıklar. Çünkü bu İpek yolunun iki kanatı var. Birisi denizden ötüdü. Belki mütehassıslar dedi. Deniz yolu hem de Amerika hakim buluyordu deniz yoluga. Onunki Amerika ile hemkarlık kılalaydıgan Hindistan, Japonya ve Avustralya, Yeni Zelanda degan devletler var. Şununla deniz yolu eğer de tuzlup kalsa neymiş kılmen dep onun planını kılgan. Şununla bir yol Pakistan'ınki Gwadar porttan Kaşgar vasıtasıyla ötüş. Biri Myanmar'dan denizden kilip Amerika'nın kontrol kılayotgan Asya Pasifik veya ki Malaka boğazından ötmeslik için Myanmar'dan kiriş, yani Burma'dan, olmasa Tayland'dan kiriş. Tayland'ınki en cenup tarafga qaraydigan bolsak, inçik bir aralınınki uzangan kısım var. Eşede bir kanal açmakçı. O kanal içilse boğaz olur derler. Aşı boğazdan ötüşününki planı var. Kuruklukta qaraydigan bolsak, misalga beyma mütehassıslar dedi, yani iki yol. Birisi şu Pakistan vasıtasıyla denizge çıkış, birisi şu Orta Asya, İran, Türkiye vasıtasıyla Avrupa'ya erişiş. Bu Şarkı Türkistan'dan çıkıdığan bu yol hem de naydı ehemmiyetlik. Çünkü Şarkı Türkistan'da bir mukumluk қолданмаған takdirde o vakt çet güçler, yani Şarkı Türkistan meselesiga qol sağan takdirde ki tarihte misalları köp. O vaxtda Xitoyningki quruqluq yo'lima qiyinchilik ahvolga tushib qoldi. Bundaq ahvolda hamda Sharq Turkistonning muqimligini birinchi bo'lib buni hal qilish lozim. Bu sebepten tüpeyli Sharq Turkistonda hozirgi 21. asrninki eng zolim siyosetini ilib beryapti. Uyg'urlarga tarixinde ko'rib boqmagan zulmlarni ilib beryapti. Sebep şu Uygurlarını cimikturuş, ularınki kimliğini yoktur ve şundakla niyede müstakil bulman ya ki bir hak hukuk hürriyetine alımen demiyorsun da kimlikini özgertkendiğin Xitay kimliği esas oldu. Şunun da Xitayga yakınsın deydiğen bir nime var, hem de bir tırışçanlığı var. Yani bunda dep kelgen çağda yeni İpek yolu bir cetten Şarkı Türkistan'ı dünyaya aşkan buludu. Yani bir cetten bu İpek yolu siyasetinden tüpeyli Şarkı Türkistanlıklara bizim asimilasya ve zulüm küstürdü. Hem de Uygurlar bir yerde tarihte paydagandek ve paydayılıp özününki özgü has olan medeniyetini yaratgandek
bir ahvalma görünmeydi. Belki bu İpek yolu da tüklep kalgan o nanның uğulu tüklep kalgandek bir paydası oldu ama o hiçbir hazırki mevcut Uygurlarını bayaşat kıldığan turmuşlarını yaxşı kılalaydıgan bir halde olmaydı dep oylayman. Yani bir cihetten desek bu İpek yolundan tüpeyli başta Amerika bunu xatarlikni his kıldı. Ondan keyin bu Garp devletler his kıldı bunu. Şununla bu Uygurlarga ilip bağlan zulüm siyaseti bile mavi Garp'nınki Xitaydan kildiğen tehdit bile hazır ahvallar birleşip aldı. Bu ahvallar birleşkenden keyin Uygur meselesine halkırada tonuşkama bir vasıta oldu. Şununla her yaman işte bir yaxşı iş var, her yaxşı işte bir yaman var degandek Xitaylar Uygurlarga zulüm gösterdi ama Uygur meselesi mi bu zulüm bilen birlikte halkırada muşu tatvakan capalarını ve muşu ızdıraplarını dünyaya tondalaydıgan bir imkan mı yarattı? Hoş.